Ma 36 ming ko'la Xellandaning jilini g'azab qildinglar, doyindik finsi tuqqanlar, nurg'unlaringlar ishchanlarda tillab ketgan bo'lishinglar mumkin, men bilan aloqa qilib bo'lolmay. Kep ketgan sishin, kep ketgan telefon ulgurib bo'lmadim biz jenimga. 2011 6-oyning Xellandasi tunga 36 mingga qolgan Xellanda shu. Nurg'unlaringlar sodinglar 38 mingga bir dedim, ammadinglar 40 mingga bir dedim, ammadinglar. Va gapni ochiq deyishavermas. Bu maşinni Atış Aqtudagi Abdurahmonjonga 40 mingga satdim. 2011 6-oyning 2-7 7 kishi Xellanda bütün yönbə urib soqlaq almış yo'q. Azroq buchichilik qilgan yeri bati. Endi meni xijilqilib versanglar foydasi yo'q. Maşinni bijedengmi satamiz. Tuniga 38 mingga aydolinglar deb nurg'unlaringlar dedim. Ko'nglingizga kasimi davrima qo'ng'angni siganmadinglar. Bu Xellanda hamda tuniga zopin chiqarsam rimmonga chiq deb men kep ketgan telefonning jiqliqi kep ketgan uchurning jiqliqi nurg'unlaringning oldida xijil bo'lib qoldim. Bo'ldi hamda bu mashinani bijedengmi satdik. 40 mingga satdim, kirasini to'lab Elivaloda Atış Aqtudagi Abdurahmonjon Qabil shirkatini ochilgan. Mashina ishini ko'rsam bo'ldi, g'azab yengiydi. Deydiganlar tuniga so'tirib qoldinglar, ayg'it qo'pab menda xap bo'ldinglar. Miradiljon muyda Xellanda bo'lsa bizga yo'llamay, bizni alitoq degan gapni qildinglar. Men biz seni yo'llashdim burun do'stlar chemberga chiqargan Panyochanga birisini gap qilmadinglar, do'ying chiqargan birisini gap qilmadinglar. Setib ketib bo'lgandan yaqin menda xap bo'lgan bo'ldinglar. Endi men Xellandaniki jidilni qilishmaylar. Qilib qasanglar mashina Qashqarga bordi, Qashqarga. Men mashina oldigan odamniki nomerini emaslik deb biray. 186 90 89 ming. 186 90 89 ming. Muş numara telefon qilinglar, menda so'manglar. Men bilan chot munosabati yo'q. Muş mashinani bugun To'yonxon qechirib sog' salomat besib, Qashqarga vaqtcha qo'liq tijliq tekkizib etsam, mening majburiyatim tugidi. Men bilan aloqasi yo'q men Xellandaniki. Men Xellanda to'g'riliq endi meni xijil qilmanglar. Unda bo'lsa keyingi san ko'rishdik. Rahmat.